Batareya foizi 76%, 2152 marta zaryad qilingan iPhone 12 Pro 128 GB-ligini ko'rishingiz mumkin. Sotuvga $257 qo'yib qo'yildi. Blue rangda bo'lgan ushbu iPhone 12 Pro'imizni $257 qo'yishligini sababi qandaydir aybi borligi uchun emas, prosta kanalimizdagi obunachilarni kanalimizga bo'lgan qiziqishini uyg'otish maqsadida o'ylab topilgan kichik mikrosxema. Turton, Face ID hammasi ishlaydi albatta. Ishlamaydigan apparat taqdim qilmayapmiz, ishlaydigan apparat taqdim qilyapmiz. Faqat holati o'rtacha holatda bo'lganligi sababli, batareya yo'mkisi sal pastroq bo'lganligi sababli, aytganimdek, obunachilarni qiziqtirish maqsadida ushbu telefonimiz sotuvga qo'yilgan. Qiziq bo'lsa, tez aloqa chiqib qo'yasizlar. Holatini ko'rishingiz mumkin. Unchalik yomon emas, menimcha narxiga arzib qo'yadigan holatda. Siz nima deb o'ylaysiz? 128 GB-lik telefon $257 ga arziydimi yoki yo'q? O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirasiz. O'qib chiqish biz uchun qiziq bo'ladi. Aytgancha bonusiga ushbu telefonimiz ustiga chiroyli bitta chaqlangan stikla o'rnatib bera olamiz. Manzilimiz Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Agar siz boshqa viloyatdan turib zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol mana shu nomerdagi Telegram orqali bizga aloqa chiqing, qo'shimcha ma'lumot beramiz va BTS pochtasi orqali dostavkani amalga oshirishimiz ham mumkin bo'ladi. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz. $172 evaziga iPhone 11 oppoq setli rangdagisi. Ushbu telefonimizda xotirasi 64 GB, batareya yo'mkisi 74% da tashkil qiladi. Hamma joyda o'ziga tegishli ajralmagan, hatto batareyalari ham o'ziga tegishli bo'lgan ushbu apparatimiz sotuvda. Hech qanday ayb nuqsonlari yo'q bo'lgan, 30 kun davomida garantiyasini qilib beriladigan bo'lgan ushbu telefonimizni sizni qiziqtirgan bo'lsa, tezda aloqaga chiqib qo'ying. Chunki bunaqa yaxshi apparatlar juda ham kam keladi, sotilib ketish xavfi juda ham yuqori bo'ladi. Shuning uchun shoshiling, ulgurib qoling deyman-da. Imekalar ro'yxatdan o'tkazib qo'yilgan, Face, Turton hammasi joyida. Ishlab turgan apparat, imekalarni ham albatta o'tkazib qo'yganmiz. Oynasida mayda sarapinalar bor. Shu sababdan radno bo'lgan ushbu telefonimizni biroz arzonroq narxda berib yuboryapmiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizning manzil Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz. $72 ga iPhone 11 oq rangligidan, batareya yo'mkisi 74%ligidan chiqargan edik. Hozir esa yana bitta telefonimiz bor, shunday oppoq rangda, faqat bu safargisining yo'mkisi balandroq. Ya'ni 83%, xotirasi 64 GB bo'lgan ushbu iPhone 11imiz ham sotuvga keldi. Eng yaxshi tarafi 74%li $172 ga chiqqan telefondan ko'ra arzonroqqa chiqadi. Ya'ni $168 ga berib yuboriladi. Bu telefonimiz ham hech qanday aybi nuqsonlari yo'q. Ishlab turgan imekalar ro'yxatdan o'tkazib qo'yilgan, batareyalari ham o'ziga tegishli, faqat ustidagi mana stiklosi bir marta alishgan ekan. Nima sababdan alishganligini so'rasak, klient men ham bilmayman, aka sotib olganman. Mana shu holatda ancha vaqt mobaynida ishlatdim. Hech qanday aybi nuqsoni yo'q. Aybi nuqsoni chiqmadi degan javobni bizga berdilar. Shu sababdan biz ham o'zimizga o'yinmagan holatda shu telefonimizga bemalol garantiyasi bilan berib sotuvga qo'ydik. Qiziq bo'lsa, tezda aloqaga chiqib qo'yasizlar. Manzilimiz Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Siz boshqa viloyatdan turib zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol bizga murojaat qilavering. Sizga BTS pochtasi orqali dostavka qilib yuborishimiz ham mumkin bo'ladi. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz. Mana shu telefonlarni syomka qilib turgan bir paytda qo'limga iPhone 13 Pro ni ideal holatdagisi kelib qoldi. Hozirgina buni ham sotib oldik. Yaqinda siz biroz berib ma'lumotlar o'chirilgan, aktivatsiya qilib qo'yilgan. Xo'p, telefonimiz haqida 256 GB xotirasi, 3% batareya yo'mkisi, ya'ni usilinli qilib qo'yilgan, tayyor ishlatishga tayyor, hech qanday aybi nuqsonlari yo'q. Imekalar ham o'tkazib qo'yilgan, korobka dokumentlari bor. Bonusiga do'konimizda bitta chiroyli stiker o'rnatib beramiz yoki bitta chig'ol hadya qilishimiz ham mumkin bo'ladi. Ushbu telefonimiz Face, Turton hamma joyida ishlab turgan, aybi nuqsonlari yo'q. 30 kun davomida garantiya qilib beramiz. Narxi necha pul deb qiziqayotgan bo'lsangiz, ushbu telefonimizni $405 ga berib yuboramiz. Ushbu telefonimizdan faqat bir dona bor. Bozorlarda 128 GB-ligini 420-430 sotilib turgan bir paytda biz 256 GB-ligini sizlarga $405 ga taklif qilyapmiz. Bunaqasi kamdan kam keladi, ulgurib qoling, shoshiling, sotilib ketish xavfi juda ham yuqori. Sotilib ketib qolgandan keyin "Voy, ulgurmay qoldim" degan so'zlarni gapirgandan ko'ra, hozir hech bo'lmasa ma'lumot uchun bo'lsa ham mana shu nomerlarga telefon qilib yoki shu nomerdagi Telegram orqali bizga bog'lanib, qo'shimcha ma'lumotlarni o'zingiz uchun bilib, so'rab olsangiz ham bo'laveradi. Bizning manzil Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz. Prosessi va RAM-ga bitta e'tibor berib qo'yamiz. Operativkasi 12+12, xotirasi 256 GB, akkumulyatori 5500 mAhga ega bo'lgan ushbu Infinix GT30 Pro 5G deb nomlangan modelimiz sotuvga keldi. PUBG bilan sevimli telefonlardan biri. PUBG'da 120 FPS da bemalol ishlab bera oladi. Narxi ham unchalik yomon emas, narxiga arziydi, sifat ham o'ta chotki holatda, ya'ni ozgina ishlagan, ko'p emas. Ushbu telefonimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, tezda aloqaga chiqinglar. Narxi $260 ga berib yuboriladi. Ikkita sim karta podдержка qiladi. Imekalar ro'yxatdan o'tkazib qo'yilgan, 30 kun davomida garantiyasi bor albatta. Manzilimiz Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Aytgancha, siz boshqa viloyatdan turib xarid qilishni xohlasangiz, bemalol sizga BTS pochtasi orqali dostavka qilib yuborishimiz ham mumkin bo'ladi. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz.
Doimiy mijozlarimizdan biri Nuriddin aka yana telefon olishga kelibdilar. Bu kishi bizdan har safar, ya'ni haftada bir marta yoki 2 marta kelib telefon almashtirib ketadilar. Hozir ham mana shu telefonni yaqinda bergandik, 2 kun avval. Hozir endi yana boshqa telefon olyaptilar. Qo'llarida 25 Ultra bor edi. Buni olib qoldik. O'rniga 16 Pro Max qilib berdik. Xudo xolasa mana shuni ishlatganlar maza qilib. Aka menimcha yana kamida 3 kunda yetib kelsalar kerak. 3 kundan keyin yana boshqa telefon olib, yana alishtirib ketaverarlar. Eski telefonlarni bizga sotib ketaverarlar. Hammaga qiziq bo'lsa kerak, nima sababdan bu aka tezda telefon alishtirar ekanlar. Buni endi kommentariyada hal qilamiz. Mana shunaqa xizmatlar sizlarga ham kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimizga murojaat qilasizlar. Mana shu videoning davomini albatta chiqaraman. Menimcha 3 kun yoki uzoq 4 kun bilan yana qaytib keladilar. Xudo xolasa aka bergan pulingizga rozi bo'ling. Sizni yana kutib qolamiz. Aka kelsalar albatta keyingi videolarni yana chiqaraman. Arzoni kanaliga qo'yilgan mana shu iPhone 12 Pro $235 evaziga qo'yilgan telefonimizni hozir mana internetdan ko'rib kelishgan ekan. Okaga baraka qildik. Bonusiga okaga chiroyli qilib bitta stiklo ham qo'yib berdik. Aka uzoqdan kelgan ekanlar, ozgina tortishlar, lekin mayli ishlarni bitirib berish maqsadida chiroyli narxda qilib berdik. Aka bergan pulingizga rozi bo'ling. Yaxshilikka xizmat qilsin. Mana shunaqa xizmatlar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, sразу o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Sizlarga ham yaxshi narxda, chiroyli narxda bonuslar bilan telefonlarni qilib beramiz. Bizning manzil Namangan shahar, Texnopark 84-do'kon. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yish ham esingizdan chiqmasin.